Salomatlik bu shunchaki davolanish emas. Bugun sizni mutlaqo yangi darajadagi klinika bilan tanishtiraman. Klinikamizning birinchi qavatida keng va yorug' kutib olish hamda bemorlarni qabul qilish zali joylashgan. Ikkinchi qavat esa bemorlarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonalardan iborat. Xonalarimiz 3 turga bo'linadi. Oddiy, poliks hamda lyuks toifadagi xonalar mavjud. Har bir xona shinamlik, tozalik va maksimal qulaylik asosida jihozlangan. Salomatlik bu shunchaki davolanish emas. Bu ishonch, e'tibor va sifat demakdir. Klinikamizda zamonaviy tibbiyotning yangi bosqichi boshlandi. Har bir xona shinamlik, tozalik va maksimal qulaylik asosida jihozlangan. Klinikamizda maxsus traksion karavot orqali umurtqa pog'onasini cho'zish va tiklash muolajasini amalga oshiriladi. Shuningdek, alohida massaj xonalarimizda professional mutaxassislar tomonidan sog'lomlashtiruvchi muolajalar olib boriladi. Ozonoterapiya xonasi organizmni kislorod bilan boyitish va tiklash jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. Ignoterapiya esa asab tizimini va og'riqlarni kamaytirishda samarali usullardan biridir. Bo'yin osteoxondrozi bilan bog'liq muammolar uchun ham maxsus davolash dasturlari mavjud. Bundan tashqari sog'lomlashtiruvchi asalli bochka muolajasi orqali organizmni tozalash va immunitetni mustahkamlash imkoniyati yaratilgan. Klinikamiz manzili Vobkent tumani, Kumushkin mahallasida joylashgan. Kumushkin shifo sizni salomatlik sari yangi qadam tashlashga taklif qilamiz.